Jaholatga qarshi ma'rifatman kurashadigan inson nima qiladi desa, yo'q, buning noto'g'ri edi deb qanoatlantirib qo'yadi, haligi bilmay chiqib ketibman deb qaytib keladi. Qanoat qiladi, qo'rqitib, qamab, quvg'in qilib, olib kirib olib, azoblab uni, tirnog'igacha, tishigacha sug'urib uni. Mana shu yo'l bilan qanoatlantirilmaydi bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam gap bilan qanoatlantirib qo'ygan. Ana shu biz aytayotgan mushriklarni gapirganda gap bilan qanoatlantirgan. Mana degan. Ularga dunyodagi saodatni ham, oxiratdagi saodatni ham shunday ko'rsatib tasavvur qildirib bergan. Haligi odamlar jannatga shoshilib qolgan. Qachon boramiz, qachon yetamiz deydigan darajada tasavvuriga ko'rsatib bera olgan payg'ambar alayhisalom. Mana shu narsa ma'rifat. Bugungi kunda ana shu ma'rifatga qarshi kurashilyapti o'zimda odatda qarasa. Nimaga desa, targ'ib qilayotgan odamlarning qo'lida hech narsasi yo'q. Aytayotgan o'sha chiroyli, unga yetuk bo'lgan gaplaridan boshqa narsasi yo'q uni qo'rqitadigan. Qo'rqitib bunaqa yo'lga solib bo'lmaydi. Ular ham aqlli, esli odamlar. Aksari shu oliy ma'lumotli, o'zini fikrida yetuk odamlar. O'sha turmada o'tirganlarni bugungi kunda 90% o'shanaqangi o'ta yetuk odamlar. Endi yurtiga xiyonat qilish degan gapda, endi xiyonat degan narsani har kim har xil tushunar ekan. Islomdagi xiyonat nima desa, omonatni teskarisi. Ya'ni unga omonat qilingan narsaga vafo qilmaslikni xiyonat deydi. Mo'min odamning nazdida Alloh u uchun talab qilgan haqlar, ya'ni insonning ustidagi Alloh haqlari eng katta omonatlar. Bizda islom omonatini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana qo'shimcha yuklab ketgan. Bizdagi eng katta omonat shu, mana shuni qilmaslikni biz xiyonat deb bilamiz o'zi, eng kattasi. Endi juz'iy xiyonatlar bo'ladi. Er-xotin orasidagi, mahalladagi, aka-uka orasidagi, do'stlar orasidagi. Bu yerda buni aytilmayapti albatta. Er-xotinda orasidagi xiyonat so'ramaydi. Ya'ni yurtiga xiyonat qildi degani, yurti deganda nimani nazarda tutdi? Musulmonlar yurti deyotgan bo'lsa, musulmon odamning bo'ynidagi omonat qaysi-yu, qachon unga xiyonat qilgan bo'ladi? Mana shu narsalarni yaxshilab yechish kerak. Yurtiga xiyonat qildi deb o'sha bugungi kundagi o'sha insonlar yomonlayotgan odamlar nima qildi? Yurtini nima qildi? Milliardlagan dollar pullarini o'sha bechoralar bitta tergan paxtalarini, milliardlagan to'plagan pullarini olib borib sovurdimi o'sha Yevropada? Yevropani, Amerikani banklariga qo'yib bugungi kunda kofirlar bo'lishib oldi. Mana shuni xiyonat deydi, ya'ni xalqni butun boshli mol dunyosini olib borib, bo'lib ham o'ziga ham nasib qilmay birovlarga berish. Karimovning nevarasi o'tganda BBCga shunaqangi bir intervyu berdi. Hamma eshitgan bo'lsa kerak, hozir ham turib kirib eshitsanglar bo'ladi. Bizga 10 million dollarlik bobom uy sovg'a qildi dedi. Hatto bobom o'zi ham bilgan emas, bobomga pora beradiganlar o'shalar topib olib kelib turib bizga shuni sovg'a qildi. Lekin bobom bildi, kelib biznikida mehmon bo'ldi deyapti. Bu degani qaydan bu 10 million dollarlik uyga kelib qoldinglar? Nahotki degan emas, bilgan uni. O'sha yerga borgan, mehmon bo'lgan. Mana uni xiyonat deydi. Yurtiga xiyonat degani mana shunaqa bo'ladi. Qiziga pora qilib olib 10 million dollarlik uy. Bugungi kunda O'zbekistondagi vaziyatlarni ko'rsatyapti-yu. Kecha Ziyovuddin Rahim birodarimiz bir odamni ko'rgani borgan ekan, ziyoratiga suratga olgan ekan, shu odamning uyini ko'rib turib, ana shu 10 million dollarlik Karimov pora sifatida sovg'a qilgan uy ko'zimning yoniga keldi. Hatto devori suv olmagan, ya'ni qum suvog'i yo'q, devor yorilib loy bo'yicha turibdi. Tokchalarga gazeta solib qo'yibdi. Mana shu xonadonda mana shu oila qachonlardan beri yashayapti, hozir ham yashayapti. Mana shu badbaxtlar yeb, tashqariga tashib, pora qilib, yo'qotib, kofirga mulk qilib tashab kelib, o'ziga ham nasib qilmagan. Shuna qilaversa bu bechoraning uyi oqlanmaydi ham. Endi mana shunaqangi quvilgan, jazolangan boshqa bo'lganlar yurtiga xiyonat qilgan bo'lib, ochiqdan ochiq, ya'ni o'zlari tan olyapti, o'zini nevarasi aytayapti. Bobom kelib bizga sovg'a qilgan. No, oylik 10 million dollarmidi? Qaydan sovg'a qiladi? Jinoyat bu. Pora degan narsa jinoyat, O'zbekiston qonun qoidasida ham jinoyat.
shariatda ham beruvchi qo'l ham, oluvchi qo'l ham do'zaxda bo'ladi degan eng katta jinoyat. Nimaga mana shu jinoyatchini, mana bu jinoyatchi, bu o'lib ketdi, la'nati jinoyatchi. Mana bu tirik qizi bu jinoyatiga javob bersin. Buni yonboshidagi jinoyatchilar ushlab javob bersin degan nima gaplar aytilmayapti? Yurtiga xiyonat qilishdi-yu, qilishdi emas, qilyapti-yu bugun ham. Davomli qilyapti-yu. Mana yurtiga xiyonat deganni men voqeasini shunaqa tushunaman. Yurtga bo'lgan xiyonat ko'rinib turibdi. Isbot dalil shart emas, shu nevarasini olib kelib o'tkazib pakazani olsa bo'ladi. Ya'ni begona emas aytayapti u. Aytganda ham hijolat bo'lmay aytayapti. Endi biz 10 million dollarlik uyda turamiz deyapti haligi kulgili joyi. Mana yurtga bo'lgan xiyonat deyotgan gapda haligi shablon gap qilib, tinmay mana shu yurtiga xiyonat qildi, bu xiyonatchilar deb ko'chada Qirg'iziston chegarada bir 2 qop bodring bilan ushlab olsa ham yurtiga xiyonat qildi, noqonuniy yo'l bilan olib chiqyapti, televizorlarda ko'rsatadi-yu. Ayollarni ko'rsatyapti, taqinchoqlarini bekitib olib chiqib, avratlariga yoshirib olib chiqib ketyapti. Shuni ko'rsatib sharmanda qilyapti. Nima yomon joyi bor o'zini shu taqinchoqni tashqariga olib chiqsa, mayli sotsa nima bo'ladi? O'zini taqinchoqni sotyapti, yo'qsa tashqaridan taqinchoq sotib olib kelyapti o'zini puliga. Nimasi yomon? Shu xiyonatmi? Shuni yurtiga xiyonat deb rosa ko'rsatadi-da, lekin milliardlagan buni O'zbekiston prokuraturasi tasdiqlagan. Bu hali meni uzun quloq gapim emas. Gulnorani o'g'irlab ketgan milliardlagan dollarini O'zbekiston bosh prokuraturasi tasdiqladi. Nimaga endi bunga yurt xoini mana shuni shu ahvolga olib kelib o'sha 10 million dollarlik uylar sovg'a qilgan otasini yurt xoini deb nimaga e'lon qilmayapti? Nimaga hali 2 qop bodring bilan yo'qsa bitta oltin ziray bilan aeroportda ushalganda dunyoga jar qilib solib sharmanda qilyapti? Yurt xoini deb. Haligi gaplarni voqeasini tasavvur qilib keyin aytsak chiroyli bo'ladi. Yurt xoini, dindini qop qilgan, ongi zaharlangan, hali shablon so'zlar bo'lib qolganligi uchun bularni bugun biz yaxshi tasavvur qila olmay qoldik. O'shini tasavvur qilib olaylik shu so'zlarni. Oxirgisi ularda asl basharasini ochib bera olasizmi debdi. Vallohu alam, endi yuqoridagi gaplarni tushungan odamga hammani ochiladigan asl basharalari qolgani o'zlarini aqliy himmatlariga tashlaymiz. O'zi asl basharalari ochiq edi, shu ko'zi ko'r, qalb ko'zi ko'r odamlar shularni o'sha jinoyatlarini, yurtga qilgan xoinliklarini bilmagan edi. Hozir ham bilmayapti. O'sha biz yuqorida aytganday dinni niqob qilib, dinni naborot ko'tarib olib chiqib, o'sha musulmonlarning tarafini olish kerak bo'lgan odamlar o'sha mahalda nima qildi desa, o'sha Islom institutini eng katta o'sha rektori o'sha yarim yalang'och Gulnoraga, ya'ni xalqqa xiyonat qilib milliardlagan pulini o'g'irlab kofirga olib borib berib yuborgan Gulnoraga muvashshah, ya'ni she'rlar yozib maqtab katta shayxlarimiz un bilan qo'l berib ko'rishib, un bilan duo qilib haqqiga shun bilan o'tkazganini butun xalq ko'rdi-yu o'nlab yillab. Otasini ham, o'zini ham, buni atrofidagi unga gumashda bo'lganlarni ham 10 yillab shun bilan birga ham tovoq bo'lib ishlab, hamma jinoyatini ustida guvoh bo'lib, hamma ishlarida sherik bo'lib, u o'zi borib bajarmagan, mana shularga bajartirgan. Shu bajartirganlar bugun u o'lib o'rniga bo'lib qolib, hamma yo'qni o'nglaymiz, hamma yo'q rasvo bo'lgan, botqoqqa botgan deb yana o'zini chiroyli qilib ko'rsatishyapti hozirgi kunda chiqib olib. Narigisi qamaganlarni biz avf qildik degan narsalarni aytayapti. Kecha Mirziyoyevning bir gapini eshitib men hayron bo'ldim. Nohaq bilan qamalgan, nohaqdan sudlarimiz, boshqalar, hatto davlatimiz bularni shu ahvolga olib kelgan edi. Bular nohaqdan bir noo'rin qamalgan edi degan gaplarni aytib turib orqasidan biz ularni avf qilamiz deydi. Haligi bir so'zlarda oxirgi paytda shablon so'zlar shunaqa ishlanyaptiki, hatto so'zni farqiga borilmayapti. Nohaqdan qamalgan odamni avf qiladimi? Avf degan tushuncha nima-yu? Nohaqdan qamaldi degan nima? Nohaqdan qamaldi degani haqqi bo'lmagan holatda qamaldi degan. Endi haqqi bo'lmagan, o'zi nohaqdan o'tirgan odamni kelib, "Men seni avf qildim" desa, bu qanaqa, bu ahmoqmi, bu jinnimi bu? O'zi nohaqdan o'tirgan odamni kelib avf qiladimi uni?
Nohaqdan qamalgan odamdan kechirim so'raydi. Kechiring, biz sizni nohaqdan qamab qo'yibmiz. Sizga zarar yetkazibmiz. Zararingizni qoplaymiz, kechirim so'raymiz. Bundan keyin chiqib olib, elda yanada tavba qilamiz. Qaytib bunaqa ish qilmaymiz. Deyish o'rinli bo'ladi-da. Hali jinoyat qilgan jinoyatchiga kelib, men mehribonman, avf qilaman desa, mana bu gap yarashadi. Endi aslida u avf ham haligi xo'ja ko'rsingalik avfligi ko'rinib turibdi. 2700 ta odamga deb o'sha eda-beda qamalgan o'g'ri boshqa jinoyatchini chiqarib, bugungi kunda odamlarda aytishi bo'yicha bir 30-40 ga yaqin dindorlar, ular ham o'sha 18 yil, 20 yildan beri o'tirib suroglari tugagandan keyin muddati tugab chiqyapti. Shuni endi biz qo'yib yubordik deyapti. Qolganlarda muddati bo'lsa ham chiqmayapti-da. 8 yilga qamalganlar mana 16 yildan beri, 17 yildan beri o'tiribdi. Ustiga qo'shib sen namoz o'qigansan, turma qoidasini buzgansan, sen da'vat qilgansan, turma qoidasini buzgansan deb ustiga qo'shib 8 yilga qamalgan odamni mana 18 yil bo'ldi, hali chiqqan yo'q. Ba'zilarini chiqarib, o'zi tugab bitgan, o'zi chiqish kerak, chiqmasa boshqa iloji yo'q. Biz avf qildik deb qo'yishyapti. Ishlatayotgan lug'atlarimizga bir e'tibor qarataylik.